Namangan shahar 16-sonli maktabda ta'lim olaman. Akalarim, opalarim, singillarim, ukam hammamiz shu yerda ta'lim olamiz. Bu yerdagi hamma ustozlar mehribon, bilimli bizga ta'lim berishadi. Bugun sizlarga maktabimni ko'rsatib chiqaman. Qani ketdik. Bizning kimyo va laboratoriya xonasi. Bu yerda 10-sinflar amaliy ish olib borishmoqda. Biz ham katta bo'lsak, xuddi shu yerda kimyo va laboratoriya darsini o'tamiz. Bu yerda hamma sharoitlar mavjud. Kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarni dars mashg'ulotlariga qiziqtirish maqsadida har bir darsni hayotga bog'lab, uni amaliy mashg'ulotlar bilan boyitgan holda amalda bajarib ko'rsatamiz. Is Khairullah Hamidov, and I am a 9th grade student at school number 16. I scored band 7 from IELTS exam, and I'm really delighted with this result. I would like to thank my school and my teachers. Thanks to the opportunities and support they provided, I was able to achieve this score. My next plan is to prepare for the SAT exam and score a high score. I will continue improving myself academically. Once again, thank you for my school. Bizning maktabimizda sportga ham katta e'tibor qaratishgan. Hatto O'zbekiston chempionlari ham bor. Bular bizning faxrimiz. Men Abdullayeva Oydina maktabdan bo'sh vaqtimda karate sport turiga qatnashaman. 8 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman. Bu bizning maktabimizning zakovatchilari. Eng bilimdon aka-opalarimizni topishni xohlasangiz, mana bizning zakovatchilarimiz. Ta'lim va ilmga intilish kelajak poydevori. Ta'lim va ilm olishga bo'lgan intilish inson taqdirini, jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Ertangi kun egalari bo'lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, bilimli, mustaqil fikrlay oladigan, ilmga chanqoq va zukko qilib tarbiyalash bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng ustuvor vazifalardandir. Aynan shu maqsad yo'lida umumta'lim maktablarida davlat ta'lim standartlariga to'liq mos ravishda o'quv jarayonlari tashkil etilib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv usullar hamda innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanib kelinmoqda. Namangan shahridagi 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ta'lim-tarbiya jarayonlari zamonaviy talablar asosida yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda ushbu ta'lim dargohida jami 102 nafar pedagog faoliyat yuritib, ularning 8 nafari oliy toifali, 26 nafar birinchi toifali va 30 nafari ikkinchi toifali o'qituvchilardan iborat. Bu esa maktabda ta'lim sifatini ta'minlash yuqori malakali, tajribali kadrlar salmoqli o'rin tutayotgandan dalolat beradi. Maktabda jami 52 ta sinf mavjud bo'lib, shundan 22 tasi boshlang'ich, 30 tasi esa yuqori sinflar hisoblanadi. Sinflar sonining ko'pligi va o'quvchilar qamrovining kengligi ta'lim jarayonini tizimli, rejali va puxta tashkil etishni taqozo etadi. Ushbu ta'lim muassasasida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ma'naviy, axloqiy tarbiyani mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktab jamoasi tomonidan o'quvchilarni fan olimpiadalari, turli ko'rik tanlovlar va musobaqalarga tayyorlash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali tashkil etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, maktabda faoliyat yuritayotgan fan va sport to'garaklari o'quvchi yoshlarning darsdan keyingi vaqtlarini unumli o'tkazishga xizmat qilib, ularning bilim va ko'nikma malakalarini yanada mustahkamlashga zamin yaratyapti. Natijada maktabda ta'lim sifati yil sayin yuksalib, o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari, ijodiy va intellektual salohiyati tobora ortib bormoqda. Bu esa ta'lim muassasasida olib borilayotgan islohotlar va tizimli ishlarning amaliy samarasi sifatida namoyon bo'lmoqda.